pul topaman deb o'ylanib o'tirganlarga maslahat beraman. Ish yo'q demanglar. Mana shu mashinani olib kuniga $50 pul topsalaring bo'ladi. Hozir shu mashinalarga ish bor. Mashinalar narxi kundan kunga qulab pastga tushyapti. Bu mashinani narxlari labo damas labolarda pul topadiganlar narxi tushgan yo'q. Mana 2014 midi? 2014. Holatlari yaxshi. Kuniga $50 pul topyapman deyapti. Bular ko'rsatishlarini, balonlari ham yaxshi, o'rtacha. Gazlar o'rnatib qo'yishgan. 65 tali, ha? Necha uzunligi buni? Endi 1.60 ga uzunasi 220. 1.60 220 mana ko'ringiz. Ko'rsating mana. Gazlar o'rnatgan, benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Kuniga $50 pul topayotgan mashinani $50 pul topayotgan mashinani sizlarga sotib qo'raman deyapti. Klientlarini ham berasiz. Klientlari ham ashlarni o'ziga bo'ladi. Kim olsa klientlarimni ham beraman deyapti. Klientlari bor ekan, buni narxini Xudo xolasa 7000 xayri bor deyapti. Kim $7000 sanasa bas, telefon qilib kelib ko'rib so'raverasizlar. Xohlagan narxlaringni so'raverasizlar. Buni yana hozir sherigi bor. Endi hozir sirazi baytdan sherigiga o'tamiz. Ikkita labolari bor. Hozirgina sherigi bitta odamniki ikkovi ham. 2014 Changang qo'sh balonligi bu. Balonlar oldi sal resiyroq ekan. Orqalari yaxshi. 100 tali gaz balon qo'yib qo'ygan, oldilari yaxshi. Haqa yaxshi. Qo'sh balon bo'ladi. Bu uzunroq ekan, ancha uzun ekan. Nechiga 3,5 metrli bu. 5 tonnagacha yuk oladi deyishyapti. 5 tonna. Pul topaman deganlarga maslahat beraman, shuni olib kira qilsa, bu ham kuniga $50, $100 gacha pul topyapti deyishyapti. Benzinga, gazga yuradi. Hamma yo'llari joyida. Mana ko'rsating, salonlarni ham mana sidinalarni chiroyli qilib qo'yishgan. Maza quchoqlab olingan sidina qilib qo'yishgan. Endi hammasi sizlarga bog'liq. Yana nimalari bor buni? Gaz bor, 65 tali, ham benzinga ham yuradi. Benzinga, gazga hamma yoqqa yuradi deyishyapti. Endi narxiga kelsak, narxini qancha deymiz? Yopishtirib aytaylik. Aka 7,5 o'tib beradi. $7,500 telefon qilishaveradi, o'tib beradigan joyi bor. Muhim bas aytilgan narx, muhim bas. Bularni hozir balat aytdi demanglar, kelib balki $4,000 ga berishi mumkin. Olib ketaverasizlar. Qanchaga olsalar kelishib, naqd pulga sotishadi. Lekin uni bir joyga olsalar sal arzonroq, bitta odam olsa sal arzonroq qilib beradi. $50, $100 pul topib turgan mashinalar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar o'tib, obuna bo'lib qo'yasizlar, yulduzchani bosib qo'yib, jo'natib ko'ringlar.